Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan tog'liq kentda. Oltin kuz fasli deb bekor etmaganken ajoyib chiroyli manzarlar, har xil chiroyli ranglar, shu qadar go'zal. Mushu go'zallik ichida o'tirib, sap havoda sizlarning huzuringizga sunmoqchi bo'lganim, ayda bir qitim o'qib berib atgan Qoida yo'sullarimiz nomli bu kitobdan oziqlanish yo'sullarimiz haqidagi bo'lim. Ehtimol aramizda ko'pinchimiz yilning 5-ida balkim hay bu yil 1-2 kilo berib etayjimi deb niyat qilgan bo'lishimiz mumkin, lekin har xil sabablar tufaylidan balkim beramagan bo'lishimiz mumkin. Ammo muhimi sog'lom bo'lish. Shundaqku bizning ajdodlarimiz shu oziqlanish haqida ajoyib esil tajribalarni to'plagan ekan, bugun mana shu oziqlanish yo'sullarimiz degan bo'limni anglash orqali ajdodlarimizning bu qoida yo'sullarni yakunlab chiqish jarayonidagi aql farosatlariga yana bir qitim ofrin aytamiz. Xo'sh, boshlay. Oziqlanish yo'sullarimiz. Oziqlanish insonlarning, jumladan barliq jonliq mavjudotlarning eng mohiyatlik ehtiyoji. Oziqlanish bo'lmasa hayotlik bo'lmaydi. Insonlar necha ming yillik madaniyat taraqqiyot tarixida o'ziga xos oziqlanish madaniyatini barliqqa keltirdi. Eng qadimki yemaklikni pishirib yeyish bosqichiga kirishi insonlarning oziqlanish jihatda madaniyat bosqichini boshlaganligi ham ularning insonlashganligidan derak bergan. Mana shuningdan tartib necha 10 ming yillar o'tdi. Yemak ichmak jihatda g'oyat zo'r o'zgarishlar barliqqa keldi. Uyg'ur xalqi oziqlanishda eng burun insonlashish qadamini bosgan madaniyatlik millatlarning biri. Uyg'urlarning ashliq terish, kabob yeyish, oshga tuz silib yeyish tarixi necha ming yillik uzoq tarixga ega. Bu zamindan yemak ichmakka doir nurg'un mo'jizlik bayqashlar qo'lga keldi. Uyg'urlar oziqlanish madaniyati bosqichlarida o'ziga xos yemak ichmak madaniyatini barliqqa keltirib qolmay, balki xeyli mukammal oziqlanish yo'sullarini barliqqa keltirgan. Xo'sh. Birinchi kichik tema 3 vaqt oziqlanish. Qarallik tomoq yeyish insonlarning muhim bir oziqlanish qoidasi. Hayvon qarallik oziqlanmaydi. Qachon oziqlikqa erishsa, shu chaqda oziqlanib berdi. Insonlarning hozirgi oziqlanish odatida asosan 3 vaqt tomoq yeyish umumlashgan. Biroq har bir vaqtlik tomoqda qandoq oziqlanish jihatda qisman farqlar mavjud. Xalqimiz 3 vaqt tomoqqa odatlangan. Uyg'urlar atiganlik nashtini nihoyatda muhim biladi. Attiganda nashtisiz chiqib ketishni yomon oladi. Shunga attigandiki mushtinmi qaytma degan idiomlari bor. Hikoyatlarda keltirildi-ki, Luqman Hakim har kuni bosh tarpiga bir parcha non qo'yib yotadi ekan. Attiganda o'rnidan turishdan burun eriqi nonni eg'iziga selib etib, ondan qopadi ekan. Bir kuni bu odatini unutib yetib qopdi. Attiganda qo'lini besh tarafga uzatsa, non emas, bir siqim to'pi chiqibdi. Shuning bilan nashta o'rnida to'pini kap etibdi. Bu hikoyat orqali xalqimiz attiganlik nashtaning nihoyatda muhim ekanligini, bu nashta tan salomatlik bilan ham munosabatli ekanligini ifodalagan. Uyg'urlar asosan attiganda non bilan choy ichishga odatlangan. Chunki attiganda tomoq etib yeb o'ltirg'ili bo'lmaydi. Yana biri sog'lomlikni nazarda tutgan. Attiganda mayliq, qo'rilgan tomoqlarni iste'mol qilsa, saprog'i tegadi deb qaraydi. Tushda
ishlab chiqarish aldirash bo'lsa, yanali choy ichidi. Yoz bo'lsa, meva-chevalar bilan, qiytiq bilan non yeydi. Kashda osh etib yeydi. Tushda tamoq azsa, quyuq tamoqlar asos qilinadi. Kashda suyuqroq, yengil tamoqlar ko'proq etiladi. Atdiganlik nashta masalasi kelgan vaqtda meningcha ana vatanimizda o'xshamagan rayonlarda yana farqli odatlar saqlanganligi hammamizga ma'lum. Bo'libmi men bir qitim shu janub tarafga berib aylangan vaqtimda ba'zi shaharlarda atdiganda nashtaga manta, pulu deganga o'xshash biz odatda tushda yeydigan tamoqlarni atdiganlik tamoq o'rnida yeydigan. Shunda hayron bo'lgan. Lekin bu odatda o'xshamagan rayonlarning o'ziga xos odatda bo'ladi albatta. Xo'sh, yana bir kichik tema. Oziqlanish miqdori. Uyg'urlar oziqlanish miqdoriga bak ahamiyat beradi. Ko'payabilishni hayvonlik, fazilatdan yiroqlashganlik, jiniga ekak solganlik deb qaraydi. Az yeyishni tashabbus qiladi. Yusuf Hasajib kasallik goldan kiradi. Ko'p yeb olsa, u tamoq singmaydi. Badanda kasallik paydo qiladi. Jonga zulm elib keladi. Agar tan salomatlikni, uzun umr ko'rishni arzu qilsang, az ye degan do'rini yegin deb da'vat qilgan. Prinsip shuki, qo'rsoqning umuman bir qismiga tamoq yeyish, yana 3dan 1 qismiga choy, suv ichish, yana 3-chi bir qismiga yal, ya'ni bo'shliq qoldirish kerak deb qaraydi. Lekin bu prinsipga amal qilish sal ta'sirga odatda bo'libmi o'xshagan tamoqlarni ko'rgan vaqtida adashat yeb qo'yamiz-ku. Bo'libmi shu men kavobni bek yaxshi ko'raman. Mening mishad bir yaqin o'tadigan tanishtirim bor. Do'stlarim, qarindoshlardek bo'lib ketgan. Shularning uyiga borsamda endi mush kavobni dehshat yeb qo'ymayman, bek o'xshadi. Shu azya degan do'rni har vaqt topqilib bo'lmaydi, lekin har holda miqdoriga diqqat qilib yeganimiz yaxshi. Davomlashtiray. Yana bir tema oziqlanish va mizoj. Mizoj Uyg'ur tabiatchiligida qo'llaniladigan uqum. U butun jonliqlarda bo'ladigan tabiiy mavjud holat. Tabiat va badandagi 4 cho'ng modda, ya'ni o't, havo, suv, tuproqlarning biridagi ushshaq birliklarning yana bir moddaning ushshaq birliklari bilan birikishi yoki ta'sir qilishidan shakllangan kayfiyat yoki tabiat mizoj deb ataladi. Tabiat dunyosi va uningdagi barliq jonliq mavjudotlarning o'ziga xos mizoji bo'ladi. Odamning qandaq mizojliq bo'lishi 4 cho'ng moddaning qaysisining badanda g'olibroq o'rinda turganligiga bog'liq. Odamning mizoji nisbiy tangpung holatda bo'ladi. Tangpungliq badanning sog'lom holatining ifodasi. Tangpungliq buzilsa, ya'ni 4 toduning biri g'olib kelib, yana birini bosganda mizojda burilish bo'lib, tangpungliq normalsizlashadi. Natijada har xil kasalliklarga giribtor bo'ladi. Mizoj cho'ng jihatdan 4 ga bo'linadi, ya'ni issiq, sovuq, ho'l, quruqdan iborat. Buni yakka mizoj deb ataydi. Quruq issiq, ho'l issiq, ho'l sovuq, quruq sovuq qatorliq murakkab mizojlarga mu taqsimlanadi. Barliq yemekliklardami mana shunday mizoj bor. Ba'zilari issiq, ba'zilari sovuq, ba'zilari quruq issiq, ba'zilari ho'l issiq, ba'zilari quruq sovuq, ba'zilari ho'l sovuq degandek. Shunga biz har qachon yemekliklar bilan mizojimizni tangshab turamiz. Biz oziqlanayotgan turli ashliq ziroatlar, ko'ktatlar, mevalar, maylarning hammasi o'xshamagan mizojga ega. Ular badanga kirgandan keyin mizojning o'xshash bo'lmaganligiga asosan o'xshash bo'lmagan ta'sirni paydo qiladi. Uyg'ur xalqi
har bir odamning o'zining mizoj alohidaligini bilishini eng aqalli talab deb qaragan. Yusuf Asajib 40 yoshgacha o'zining mizojini bilmagan odamni hayvon atsa bo'ladi degan. Odamning o'ziga qandoq tabiatlik ozuqlarning mos keladiganligini bilib olishi, ozuqlangan yemekliklarning tarkibi va uning tabiatini bilishi ozuqlanish madaniyatiga qo'yilgan muhim bir savat hisoblangan. Uyg'urlarning ozuqlanish odati va yemek-ichmaklari asosligi Uyg'urlarning mizoj aloyidligiga asosan borliqqa kelgan va bora-bora o'lchamlashgan. Shunga oddiy kishilarmi issiqi ishib, savdo kuchayib ketgan kishiga shovgirich etib berish orqali mizojini tangshashni, sovuq ishib, balg'am kuchayib ketsa, sho'rpa, go'shtnon qatorli g'izolar bilan tangshashni biladi. Bu jihatdan olganda oilada, maktablarda bo'lsin, bolalarni insonning tabiati, mizoj va ilmiy ozuqlanish haqida belgilik tushunchaga ega qilish nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Davomlashtiray. Ozuqlanish va pokizlik. Uyg'urlarning ozuqlanishga qo'ygan eng prinsipal talablaridan biri pokizlik. Odam badani pokiz yaralgan. U hargizmi maynatchilikni xohlamaydi. Maynatchilik degan odamning badan mulkini xarob qiladigan mikroblarning manbasi bo'lib, yemekliklar, qochqumushlar, qo'llar yaxshi yuyilib, mikrobsizlantirilmasa, odam o'ngay kasalga giribdor bo'ladi. Shunga Uyg'urlar pokizlikni eng oliy fazilat deb qaraydi. O'nliq ayol degan iborani yana pokiz ayollarga qaratibmi aytadi. Pokizlikni iymon deb qaraydi. Maynatchilikning aqlni va iymonni bulg'aydi. Maynatchilik aqlni va iymonni bulg'aydi deb qaraydi. Maynatchilik shumliqni chillaydi. Maynat odam shaytonning do'sti, pokiz odam farishtaning do'sti deb biladi. Mana shundaq aqida bo'lganligi uchun yuqori tabiqa bo'lsin, tuvan tabiqa bo'lsin, pokizlikqa bak ahamiyat beradi. Maynat uyga farishta kirmaydi deb qarab, uy vaqtni nihoyat pokiz tutadi. Maynat odamning qo'lidan bir narsa yemaydi. El orasida maynat deb atilish eng cho'ng haqorat hisoblanadi. O'nliq pokiz atilish elning olqishi, mukofoti hisoblanadi. Xish. Davomlashtiray. Oilada ozuqlanish. Uyg'ur xalqi uyda ozuqlanishni barakat, ne'mat, baxtning nishoni deb biladi. U oila a'zolariga oilaning illiqligini his qildirdi. Oila a'zolarini bir dasturxonga jam qiladi. Sirtning tamoqlari aqlni bulg'aydi, kasallik paydo qiladi deb qaraydi. Chunki rastilarning ommaviy oshxonalarining tozaligiga kapolatlik qilg'ili bo'lmaydi. Undaq oshpuzullarda har xil kasalga giribdor bo'lgan kishilar tamoq yeb ketadi. Ularning kasallik mikroblari qochilarda qoladi. Oshpuzullarda qochilarni pokiz dezinfeksiya qilmasa, kasalning tarqalishi tez bo'ladi. Bir qoch tamoq yeyman deb yomon bir kasalning mushaqqatini yudib olish to'limi ahmoqonalik bo'lib qoladi. Oila an'anaviy qoida yo'sullar maktabi bo'lg'ashqa, farzandlar oilada tamoq etish, tamoqning turlari, uning tabiati, pokizlik qatorliqlarni o'rganadi. Uyg'ur xalqi oilaning o'ti o'chib qolmasin, mo'risidan tutun chiqib tursin degan iboralar bilan oilada tamoq etilgan, oilasida mehmon kutgan, oilasi illiqlikqa cho'mgan manzarni namoyon qiladi. Uyda o't yiqilmadi, mo'ridan tutun chiqmadi, uyning chirig'i yiqilmadi deganlik u oila emas, qabristonlikqa aylandi degan ma'noni bildirdi. Xish. Ozuqlanishda parhezlar. Odamga xos ozuqlanish odati bo'ladi. Hayvonning hayvonga xos ozuqlanish odati bo'ladi. Hayvonlar orasidami go'shtxo'r hayvonlar,
çöpxo'r hayvonlar bo'ladi. Odam ham go'shtxo'r, ham o'txo'r maxluq. Biroq odam necha ming yillik hayot musofasi jarayonida insonga xos yemak-ichmak madaniyatini barliqqa keltirdi. Buning ichida parhez qiladigan yemak-ichmak odatini barliqqa keltirdi. Dunyodagi har qaysi millatlarning parhezlik yemakliklarida belgilik farqlar bor. Ba'zilari diniy e'tiqod sababli, ba'zilari yemakliklardan parhez qilgan bo'lsa, ba'zilari milliy odat kuchidan ba'zi yemakliklardan parhez qilgan. Masalan, Budda dini muxlislari jonliqlarning go'shtini yemaydi. U Budda dini e'tiqodi bilan munosabatli. Islom dinida yana nurg'un parhezlik ishlar bor. Uyg'urlarda mundaq parhezlik odatlari bor. Har qanday bir millatning turmushida parhezlik ishlar bo'ladi. İnsanlarning hayvonlar turkumidan ayrilib, insonlik davriga kirishining muhim belgisi oldi bilan bular yemaklikni pishirib yeyish bosqichiga kirgan. Bu insonlarning insonlashish qadamini tezlatgan ham muhim omillarning biri bo'lgan. Mana shu necha 10 ming yillar muqaddamlar insonlar yemakliklarni pishirib yeyish orqali ham yemaklikni yeyishni tark etgan. Biz ro'shan xarakterlik bir farqni bilamizki, hayvon bilan odamning yemak-ichmakdagi farqida hayvonning yemak-ichmakining halol harami bo'lmaydi. Oldiga nima to'g'ri kelsa, yegila bo'lsa-da yeydi. Odamga xos holda o'ziga munosib oziqliqlarni tanlab yeydi. Hayvonning o'txo'rlari, go'shtxo'rlari bo'ladi. Odam ham go'shtxo'r, ham o'txo'r maxluq. Uzoq asrlik hayot musofasida har bir millatning turmush odati, qoida yosuni, diniy e'tiqodiy qatorliqlar asosida bir qism parhezlik oziqliqlar barliqqa kelgan. İslamiyatdan burunqi buddist Uyg'urlar go'shtlik g'izo yeyishdan cheklangan bo'lsa, İslamiyatdan keyin islom shariati bilan an'anaviy oziqlanish odati bir gapda bo'lib, yemak-ichmak jihatdagi bir qism parhezlik yemakliklar barliqqa keldi. Birinchi, pokiz narsalarni yeyish, maynat narsalarni yemaslik. Odamning vujudi pok yaralgan. U hargizmi maynatchilikni xohlamaydi. Agar qonga zig'irdek bir maynat narsa kirib ketsa, odam o'ladi. Shunga odam har qanday yemaklikning pokiz, zararsiz bo'lishini yemak-ichmakdagi oldingi o'lcham qiladi. Buning uchun pokiz bilan maynatni ayiradigan ro'shan o'lcham prinsip bo'lish kerak. Ba'zi narsalarni yuvsa pokizlanadi, biroq yana bir qism narsalarni yuvsimi poklanmaydi. Ikkinchi, pok, ya'ni halol hisoblanmaydigan narsalar qatorida o'zi o'lib qolgan, urib o'ldirilgan hayvonni yeyish cheklangan. Buning ichiga uchar qanotlarmi kiradi? O'z o'lib qolgan hayvonlarni musulmonlar emas, boshqa aqidadagi kishilarning ko'pi yemaydi. O'lib qolishning cho'qim sababi bo'ladi. U biror kasallik sababidan o'lib qolgan bo'lishi mumkin. Zaharlik biror narsa yeb qilib o'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bo'g'ilib qilib o'lgan bo'lishi mumkin. Bundaq hayvonning go'shtini yeyish odamni halok qilishi mumkin. Uchinchi, qonni iste'mol qilish nopoklikdir. O'lib qolgan hayvon bo'g'izlanmaganligi uchun qon uning go'shtlariga singib ketadi. Bo'g'izlaganda qon sirg'ib chiqib ketadi. Yana bir tarafdan qonni iste'mol qilish cheklangan. Bu insoniylik obraziga egri nuqson yetkazadi. To'rtinchi, ba'zi hayvonlarning go'shtini yeyish cheklangan. To'ng'iz go'shti, eshak go'shti, yirtqich hayvonlarning go'shti qatorliqlar. To'ng'iz go'shtining harom qilinishidagi muhim sabab biri to'ng'iz nejis narsalarni yeydi. Nejis yemakliklarni yegan har qanday hayvonning go'shtini yeyish durust bo'lmaydi. Yana biri hozirgi ilm fanning aniqlashiga qaraganda to'ng'izning badanida odamga ziyonli bo'lgan qurut va mikroblar ko'p bo'ladi ekan.
Beşinci, musulmonlarning qoidasi bo'yicha hayvonlar Allohning nomi atilib bo'g'izlanishi kerak. Agar Allohning nomi atilib bo'g'izlanmagan bo'lsa, pok bo'lmaydi deb qaraydi. 6. Dengiz hayvonlarining hammasi pok yemaklik qatorida saqlanadi. Suv hayvonlarining qandaq nomda atalgan bo'lmasin, hammasi pok hisoblanadi. Bo'g'izlash sharti qo'yilmaydi. O'lib qolgani va tirikligi e'tiborga elinmaydi. Faqat dengizning sirtiga chiqib kelib, buzilib qolmagan bo'lsa, yeyishga bo'ladi. 7. Ovlangan hayvonlarning go'shida mundaq bir qancha shart bor. Ko'ngil xushi uchunla hayvonlarni kelsi kelmas ovlab o'ltirish gunoh hisoblanadi. Ov qushlari va ov itlari bilan tutilgan, qopqon bilan tutilgan, o'q bilan etilgan hayvonlarni qoida bo'yicha gelidan bo'g'izlash shart. Agar uningga ulgurmay jon talishib o'lib qolsa, ularning go'shi nopok hisoblanmaydi. Yana bir shart shuki, ma'lum qoral bilan ovlangan hayvonning badaniga qoral ichiga bo'sib kirmagan bo'lsa, pok hisoblanmaydi. Shuningdan chiqib, tosh va boshqa kaltakdak narsalar bilan urib o'ltirilgan hayvonlar nopok hisoblanadi. Yana bir shart, ov itlari bo'lsin, ov qushlari bo'lsin, ovlangan ovni yeb qo'ygan bo'lsa, uni yeyish durust emas. O'gitilgan ov itlari, ov qushlari tishlarida yaralandirgan yoki o'ltirgan bo'lsa, go'shini yemagan bo'lsa, u yanala halol bo'ladi. Ov o'lik holati tepilsa, mundaq bir qancha ahvolni nazarga olish kerak. Biri suvga tushib o'lib qolmagan bo'lishi, ikkinchi o'lib qolgan vaqtda uzrab ketib, go'shning sifati o'zgarib ketmagan bo'lishi shart. Agar qishning kuni bo'lib to'nglab qolgan bo'lsa, yanala yeyishga bo'ladi. 8. Har qanday harom deb qaralgan narsalarni jonni qutuldirib, halokatdan saqlanish uchun shartlik holda yesa bo'ladi deb qaraydi. Mana hurmatli qarindoshlar, shuning bilan oziqlanish yo'llarimiz haqidagi bu bo'limni o'qib tugatdik. Mayada yana bir bo'lim bordi. Çayga bağlangan yo'llar. Shu bo'limni o'qib beray. Çay madaniyati Uyg'urlarning xeyli qadimki davrdan tartib shakllanib, har qaysi davrlarning odatlarini o'zida yug'urib, texmo mukammallashib, xeyli mukammal qoida yo'sin madaniyatni barliqqa keltirgan an'analarning biri. Çay odatlari xalqimizning turmushida hamma sohalargacha chetilgan bo'lib, u ham adab axloq yo'sini, ham mehmondo'stlik yo'sini bo'lib rol o'ynagan. Biz uni mehmondo'stlikning yo'sinidan ayrim tanıştırdık. Birinci kichik tema samovarxona odatlari. Uyg'urlarda samovarxonalarning tarixi nihoyat uzun. Biz qadimki tom sizmalardan samovar madaniyatining siymasini uchuq ko'ra olamiz. Yipak yo'lidan iborat xalqaro karvon yo'lining tuguniga joylashgan Markaziy Osiyodagi o'tanglar choy madaniyatining muhim bazalari edi. Çayxanlar Uyg'urlarning uchur ko'zniki bo'lib, u joyga har qaysi ellardan kelgan karvonlar o'z yurtlaridan bo'lgan voqealar, yangiliklardan xabar elib keladi. Çay ishkash to'nishatdi, do'stlashatdi, nag'ma-navo qilishib, hordiq chiqaradi. Xo'jayin mehmonlarning talabiga asosan çayni damlab keltirgandan keyin çayga baqsila deb çayga taklif qiladi. Mehmon rahmat deb qabul qilib, çayni hurmat yuzidan atrofidagilarga tutadi. Atrofidagilar bu hurmatga minnatdorlik bildirib, o'zingizdan kelsin mehmon, biz çay ichib o'ltirdik deb takalluf qiladi. Shuning bilan qissachilar qissa so'zlaydi, sozandilar soz chalib, çayxonani hordiq chiqarish so'riniga aylantirdi. Herib ichib kelgan karvonlarning hordiqi chiqadi. Yana bir tema çay quyish, çay sunish adablari. Çay quyish va çay sunishning o'ziga xos adab yo'sinlari bor. Xiloflik qilinsa, hurmatsizlik, adabsizlik bo'ladi. Birinchi,
Çayni piyolaga qo'yganda chaynakning jo'g'isini piyolaning girbikiga to'g'rilab sirg'itib qo'yish qoida. Çayni piyolaga ko'rk kiritib, ko'pik chiqarib qo'yish qoidaga va adabga yot. Yana biri çayni quyganda piyolani samditib etmay, bakmi oz qo'ymay, yarim piyola qo'yish kifoya. Ko'p qo'yib etish adabga zid. Ikkinchi, çayni sunganda ikki qo'llab sunadi. Yoki patnosning ustiga piyolani qo'yib, ondan ikki qo'llab sunadi. Bir qo'lda sunish qoidaga xilof. Agar ikki qo'llab sunish apsiz kelib qolgan ahvolda kechirsiz bir qo'lim bo'lib qoldi deb o'zira essa, o'zira qabul qilinadi va rahmat deyiladi. Uchinchi, çay ichganda adab bilan asta-asta ovoz chiqarmay ichish talab qilinadi. Çay ichganda çayni puvlab ichish yomon elinadi. G'urtildatib ovoz chiqarib ichish yomon elinadi. Oxirgi bir kichik tema çayga bağlangan yo'sullar. Uyg'urlarning qoida yo'sullarida nurg'un o'rib odatlar çay nomini birlik qilib qo'llaniladi. Birinchi, çay ichirish. Xalqimizda bo'yiga yetgan qizi bor kishining uyiga dasturxon ilib berib, qizni bog'lab qo'yadi. Bu odatni çay ichirib qo'ydi deb ataydi. Çayni qabul qilgan ota-ona qizini har qancha yaxshi yerdan so'rab kelsimi, bu ahdini buzmaydi. Ikkinchi, to'y bo'lishdan burun o'g'il taraf qiz tarafga kichik çay ilib boradi. Orqadan rasmiy to'ylash uchun cho'ng çay ilib boradi. Cho'ng çay demak to'yliq ilib berishni ko'rsatadi. Uchinchi, xalqimiz mehmon qilish degan so'zni çay qo'yish so'zi bilan ifodalaydi. Bir piyola çay qo'ymaymi degani mehmon qilmaymi deganlik bo'ladi. To'rtinchi, çay qo'yish noma'qullikni ifodalaydigan bir yo'sinni ifoda qiladi. O'zaro arazlashib qolganlar adovatni tugatib, do'stlashib qolish uchun o'zaro bir-biriga çay tutadi. Bu ularning bir-birini kechirganligini ifodalaydi. Yana çay qo'yish noma'qul bo'lib, qarshi tarafni mehmonga chaqirishni ifodalaydi. 5. Gul çay. Bir odam ma'lum ishda muvaffaqiyat qozonsa, martabasi o'ssa, do'st birodarlari uni tabriklab, oldiga dasturxon soladi. Buni çay quymoq deb ifodalaydi. Uningga yarasha amili o'sgan odam do'st birodarlarga çay beradi. Bundaq odat qadimki davrlardami Uyg'urlarda umumlashgan ekan. 6. Çayni muhabbatni ifodalash, ranjigan ko'ngillarni elish uchun vosita qilganligi xalq qo'shoqlarida ifodalangan. Yarim barmagan to'yga men so'ramay borolmayman, yarning ko'ngli bak nozuk, çay qo'yib ololmayman. Bugun Yar Muhammad Toyir To'g'liqning qoida yo'sullarimiz degan bu kitobdan shu mazmunni o'qib beray. Keyin yana davomli o'qib beraman. Ma'qul amsa bugungi o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, amon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetimizning hurmatli mushtarlari. Anglarman, ko'rarman qarindoshlar. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Shangdola deydigan bir tog'liq kentga keldim. Bu yerda biz 1900 metr egizlikdagi shu tog'liq kentdan
2400 metrdan oshadigan cho'qqiga mana shu elektrlik o'rindiq bilan chiqa olamiz. U yerga chiqqandan keyin yana ilgirlab mansaq texmi egiz cho'qqilarda bo'la olamiz. Havam shundaq yaxshi. Bugungi bu safarimizda tatgan chiroyli ko'rinishlarni hozirlarga tanlab sunaman. Wie viel muss ich dir
Bugün şundaq bir yaxşı dala yürüyüşü oldu. Hava yaxşı, şama sal güçlügrək lekin hiç qısı yok. Sap havanın nefesini, güzel manzarlarını görüp adamın ki ruhi hem cismi başqacha memnun oldu ekan. Şuna bütün vücudumda bir xil memnun. Gerçi biraz charchagan bolsam. Men dunyoning har qaysi joylaridagi Uyghur qarindoshlarning o'z turayotgan shu davlatlardagi go'zal tabiat manzaralaridan yaxshi foydalanib salomatligini asrashini, badan chiniqtirishiga ahamiyat berishini chin dilimdan tilayman. Xayr xo'sh. Aman bo'laylik.